qandoq qilib men 2 yil ichida mana shu holatdan mana shu holatga keldim, ya'ni 18 kilo mushak massasini yig'a oldim. Lekin oldin men ko'pchilik qatori ozg'in bola bo'lganman. Vesim taxminan 50 kilodan 52 kilogacha bo'lardi. O'sha paytlari men futbol bilan shug'ullanardim. Futbolda bilasizlar, ko'p yuguriladi, ko'p harakat qilinadi. Shuni hisobiga ves yig'ishim qiyin bo'lgan. Futbol tashlashga majbur bo'ldim. Zalga chiqishni boshladim. Zalga chiqish menga yoqib qoldi. Mana hozirgacha 1 yilcha bo'ldi zalga chiqishimni. Bu meni hozirgi holatim. O'zim trenovka qilib kelaman. Shu paytgacha hech qanaqa trenerim bo'lmagan. Menimcha natijasi yomon emas. 2 yil ichida 18 kilo mushak massasini yig'a oldim. Trenovka qilishni boshlaganimda nima xatolarni qilganman? Birinchisi bu juda ham ko'p trenovka qilib borardim. Sababi qaysi mashqlarni qilishni bilmaganligim uchun o'rtacha 3 soat trenovka qilardim. Bu вообще juda ham ko'p degan. Ikkinchisi ovqatlanishim noto'g'ri bo'lgan. Xohlagan narsamni yerdim, kechgacha ishlardim. Shuni hisobiga uyqu ham kam bo'lardi. Ves yig'a olmaganman deb o'ylayman. Ves yig'masam bo'lmaydi dedim. Chunki relyef bor edi, lekin ozg'in edi. Guruch, grechka, makaron ko'proq yeyish kerakligini tushunib yetdim. Tuxum, grudka ko'proq yeyishni boshladim. Nonni umuman olib tashladim, shirinliklarni olib tashladim. Вообще, trenirovkani seriozno qilardim. Borgan sari tushunib, ko'proq mashqlarni ko'rib, texnikalarni to'g'rilab bordim. Natija ko'rinishni boshladi. Vesim ham oshib o'tdi. Zalni boshlaganimda plus-minus 60 edim. Disiplina, intizom orqali 7 oy ichida 10 kilo mushak massasini yig'ishga erishdim. Bu men uchun juda ham yaxshi natija. Agar sizlar ham tez orada tananglarni va hayotinglarni o'zgartirishni xohlasanglar, kommentariyaga kuch so'zini yozib qoldiringlar. Men sizlarga aloqaga chiqaman va kursim haqida to'liq ma'lumot beraman.